Assalomu alaykum aka-ukalar, birodarlar. Yana bola sigirimiz bor, sotiladigan. 7 ta 8 ta suti bor. Sigirimiz 3-bolasi 8 kurak. 3 oylikka yaqin bo'g'oz. Bolasi ham mana jonivor polvon. 4 oylikdan oshib qolgan bolasi, xonajin. Molimiz yeb-ichisi sog'lig'i zo'r. Mana birodarlar. Mol yuvosh, o'ta yuvosh. Chiroyli narsa. Bo'ylari 1.30 chiqadi bemalol, xudo xolasa. O'zimiz mol dehqonchilik. Mana bolasi. Bolasi tegirga chiqib yuribdi. Kechqurunga baylaymiz, ertalabga 4 litrga yaqin sut sog'ib olaymiz bir mahaliga. Mana, xudo xolasa qonini uzi qildirdik. Bolasi bor ekan, uzida chiqdi. 2,5 oydan oshgan bo'g'oz. 20-fevralda qochgan mol, buqaga qo'yilgan. Molimiz 8 kurak. Birodarlar, mana orqa tarafdan ko'rinishi. Yaxshi narsa mana. Xo'p, manzilimiz Sirdaryo viloyati Sardoba Sonborining yonida, dalada yuribdi bu. Narxini 32 million kami bor. Xudo xolasa kelishamiz. Xayr barakasi bilan. Mana. Mol yuvosh ko'z tegmasin. Mana shoxlari ham kelgan, holati ham yaxshi. Oyoq qo'li yaxshi. Jonivor yuvosh mol. Mana yerlar. Bemalol sug'urasiz. Mol yuvosh. Kimga yoqsa aloqaga chiqinglar. Telefon raqam murojaat uchun 88 kodi bilan 003 97 94. Aka-ukalar, bizda mashina dastavka imkoniyatimiz yo'q. Mashina topib beramiz. O'zlaringiz gaplashib kelishib olasizlar. Shu holatda.